Men sizlarga tushunmayapman. Qanday qilib men nomimga kredit olasizlar? Axir meni xabarim yo'q-ku. Shoshmang, hurmatli mijoz. Sizni o'zingiz kredit olishni tanlagansiz-ku. Mana, imzo ham qo'ygansiz. Hazillashyapsizlarmi? Axir bu meni imzoyim emas-ku. To'xtang. Sizlar hali meni imzoyimni soxtalashtirdinglarmi? Gap shundaki, Qamashi tumanida mijozlarning imzolarini soxtalashtirib, ularning nomiga katta miqdorda kredit mablag'larini olgan bank xodimasi fosh etildi. Ma'lum bo'lishicha, Qamashi tumanidagi banklarning birida mutaxassis lavozimida ishlovchi 25 yoshli ayol G'uzor tumanida yashovchi fuqaro nomiga 32% jami 40 million so'm kredit olib, o'z ehtiyojlari uchun ishlatib yuborgan. Bu ham yetmagandek, Dehqonobodlik fuqaro nomiga 14 million so'm, Qamashlik fuqaro nomiga 17 million so'm, yana bir fuqaro nomiga 17 million so'm kredit mablag'larini rasmiylashtiradi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168-moddasi 3-qismining B va G bandlari, 228-moddasi 2-qismi A bandi va 228-moddasi 3-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, ushbu kodeksning 45-57-moddalari bilan Jinoyat kodeksining 59-moddasiga asosan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil 1 yil 2 oy muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Shu o'rinda yurtdoshlarimizga muhim eslatma: firibgarlardan ehtiyot bo'ling. O'zgalar o'zini bank xodimasi deb tanishtirsa ham shaxsiy ma'lumotlaringizni berib yuborishga aslo shosha ko'rmang.